farzandingiz hayotini oddiy suratga olish orqali saqlab qolishingiz mumkin. Siz hech o'ylab ko'rganmisiz? Oddiy bir fotosurat jiddiy kasallikni erta aniqlashga yordam berishi mumkinligini. Gap retinoblastoma bolalarda uchraydigan ko'z saratoni haqida ketmoqda. Bu kasallik odatda 6 yoshgacha bo'lgan bolalarda uchraydi. Asosiy belgi, agar suratga tushirilganda chaqnash bo'lsa, ko'z gavhari qizil tusga emas, balki yorug'likni aks ettiruvchi oq parda bilan ranglanadi. Yuqoridagi rasmda siz o'simtasi bor bolaning chap ko'zi qanday oq rangda porlayotganini ko'rishingiz mumkin. Biz bu ma'lumot bilan sizni qo'rqitmoqchi emasmiz. Maqsadimiz aholi orasida tibbiy xabardorlikni oshirish. Meni o'g'limda shu chap ko'zida retinoblastoma bor. 5 oy oldin aniqladik. Men 5 oy oldin sizni videongizni ko'rib, o'g'limni vrachga olib borib bilganman. Shu paytlar rahmat aytolmaganman sizga. Kattakon rahmat sizga, что mana shu videongiz orqasidan men bo'lamni retinoblastoma-ligini aniqlaganman. Men 4 oy vrachga olib borib yurganman. Vrach yashirin qilaylik deb diagnoz qo'yib bergan. Undan keyin men Toshkentga borganimda sizni videongizni ko'rib, o'sha vrachimga yana olib borganman. Undan keyin Toshkentga borsam, retinoblastoma ikkinchi bosqichi dedi. Ko'z olib tashlash kerak deyishdi. Lekin ko'z oldirmasdan davolatyapman 5 oydan beri. Tibbiyot 103 rasmiy kanalimizga obuna bo'ling.